Assalomu alaykum. Hurmatli aziz qarindoshlar, hammalariniki shu joy vaqt xayrli bo'lsin. Mening ismim Tug'luq Hamid, Shvetsiyaning poytaxti Stokgolmda yashayman. Men qaysi kun azroq bir ishlar bilan shu bir kun chiqolmagan, tunagan kech ishlagan azroq charchab qolibman. Ammo mijozim unchalik yo'qdi, men keldim bir amallab. Shu men opam dadam student shu Xitoyninki nahaq kesib o'tilganligi shundaqla opam dadamniki o'rligi erkinligi uchun o'sha Xitoyninki qorong'u zindonlarda begunoh holatda vaqtlari dafsanda bo'layotgan ota onam uchun opam dadamniki o'rligi erkinlik uchun ularni qutqizib chiqish uchunga man Shvetsiyadagi parlamentniki oldi Stokgolmdagi parlament binosini oldida namoyish qilyapman. Mening opam dadam mening dadam bo'lsa Ili oblastlik telegraf idorasida damilishga chiqqan, ya'ni 1954-yili 5-oyning 20-kun tug'ilgan. Opam bo'lsa Ili mehmonxonasiningki qatnash bo'limidan damilishga chiqqan 1956-yili 8-oyning 21-kun tug'ilgan. Bular 2017-yili Bo'zdagi turmaga akitilib, 1-oyning 27-kuni soat 8-9 atrofida Ili oblastlik bexatarlik saqlash tarafidan Bo'zdagi turmaga akitib, ichida qonunsiz tarbiyalashtirgan, keyin yipiq holatda sot ichib, opam dadamni kesib o'tgan. Men bu Xitoy hukumatiningki bu kesimlamasiga qarshi norozi bo'lg'achqa bu yerda hozir 100 kunga yaqin vaqt o'tib qoldi. Opam dadamni turmaning ichidan qutqizib, azod chiqish uchunga harakat qilyapman. Va shundaqla muajiratdagi qarindoshlarga ota-onalarningki vaqti bekor ketdi, shuningga qarindoshlar adlaringlar olamdi, akalaringlar olamdi, urug' tuqqanlaringlar olamdi, hatto bilsanglar qo'shnilaringlar bo'lsa-mu chiqinglar. Vaqt mana o'tib ketib bordi. Hozir butun davlatningki ichilarida mushu korona virusi bo'lgan, mushu dunyoni qalaymiqon qilayotgan mushu virus va yoki boshqa bir klimat masalasi tufaylidan Xitoyningki dunyoga kelgan baloy ofatlari to'g'risida davlatning ichida qalaymiqonchiqlar bo'tdi qarindoshlar. To'xtamay qalaymiqonchiqlar bo'tdi. Mushu Xitoy virusni Amerikaningki shu Wuhandagi tajribaxonadan chiqib bo'ldi deb mushningmi yakunni berib bo'ldi. Amerikaning ichida cho'ng siyosatda o'zgarishlar bo'tdi. Xudoyim bo'lsa haq adolatning qaytib kelganiga ishonaylik qarindoshlar. Shaytonning keyniga kirmaylik. Ota-onalar uchun guvohlik beringlar, xalqaro jinoiy ishlar sotiga a'zo davlatdagilar advokat tutmasanglarmi bir o'zinglar bir ishxonlarni tepib kirib qilib gapqisanglar bo'ladi qarindoshlar. Unda qilmanglar, tuzkorlik qilmanglar, ota-onalar bekor-bekor yetib ketyapti. Shu qarindoshlar, ota-onamizga ega chiqaylik. Bugun meyada boshqa bir partiyaliklarningki, boshqa bir e'loningki shunda bir faoliyatlar bor ekan, shunga men vaqirash bo'lmaydi ekan, shunga bir shart tutayapman. Undan keyin men tunugan Rabiya Qodir xonimningki, Rabiya Qodirningki shundaq nimasiga taklifiga rad javob berdim, chunki bu o'zimning ota-onasining ishi bo'lganligi uchun men bir tashkilot yoki bir shaxsningki nimasiga deylik bir odamgarchilik nimasi qarz qilib jumayda buni rad qildim, chunki Shvetsiyami dunyodagi ig'ir sanoat kuchlik, meditsinasi kuchlik, ma'rif kuchliklardan birisi. Men kunlarning birida cho'qim Shvetsiyaningki tashqi ishlarga buni ep chiqalayman deb o'ylayman. Kuchimdan yetishicha do'stlarim yordam qilyotdi. Chunki meningki Amerikadami do'stlarim bor, menga yordam qilayotgan, har qaysi Cumhuriyetchilar partiyasi xat yozgan, mening ota-onamning masalasini tunishtirgan degandek. Undan keyin Belgiyadagi parlamentdagilarga yozgan, undan keyin shu inson haqlariga yozayotgan, inglizchani yaxshi biladigan, kompyuterni yaxshi biladigan do'stlarim bor. Shuningga men shu do'stlarim bilan shu Japonni mo'rin-mo'riga tirab, qo'limizni birlikda tutib, shundan o'tib ketishiga ishonaman. Men shunaqa qarindoshlar deydiganim qarindoshlar, mana o'tgandimi mana shuni yasatgan chog'da meningda shu shved odam bir tim pulamidi, menga madadlar tilidi. O'tgan Amerika Xristian partiyasidagilar, Xristian Demokrat partiyadagilar menga duolarni qildi degandek shundaq. Undan keyin mishaga chiqib, shu videolarni taqib qilishga yordam berayotgan akimizmi boshqa millatdan bo'lgan mishaga har kuni kelib men uchun shundaq nimalarni qilib ketadi. Shuningga qarindoshlarningki vaqtida ota-onasiga ega chiqishini umid qilaman.
Her zaman ata-analarga egi chiqinglar qarindoshlar. Vatandagilarga egi chiqayli, vatandagilar egisiz qolib ketmasin. Tuzkorlik qilmayli qarindoshlar. Anandaki yana deydiganim qarindoshlar, meni ma'vud o'kin bir necha kun to'pda gap bo'libdi. Ba'zi dunyo uyg'ur qurultiyliklariga men yana day. Ya günahvalları sen haqvaqo qara adam bo'lmaysa, ammo ko'sh qamgan kuchuklar vaqo. Xitoyning kuchuklari qaysan. Milliy munofiqlar xoin, sen haqni atogin vatanimiz ozod bo'lsa, muzeyxonni ichib, har biringninki rasmini tiklab dunyoga haqsizlik kechiramiz. Avlodlarimizga tarixiy qilamiz. Agar gunohingni tunissang, haq yo'lga qaytish, sen haqni baribir vatanga kirgizmaydi. Vatandagilarmi qo'lang degan millatchilik qonga bo'yilib ketdi. Qaysanga ene dedi aytgan pulni to'xtatib qilish. Unodiki mana shu topda degan men O'rta Osiyolik qarindoshlar pul berishni to'xtatinglar deb. E'liqib buqini o'kiratgan ikki bijnimisi deb bugoylarni shu ene dedim degandan sirt shu O'rta Osiyodan keladigan million dollarlar bugoylarni shunday quvvatidir. Shuningga qarindoshlar o'zinglarning O'rta Osiyoda qarindoshlar o'zinglarning shu yerda namoratchiliklar bor. Ashadiklar yordam beringlar, shu Uyg'ur xalqini yo'ligininglar. Uyg'ur xalqini yo'ligininglar. Bular u pulni ishlatmaydi baribir, aldaydi bular. Bular agar ishlatadigan yoki boshqa niyati bo'lsa, bular o'sha hujjatlarni bizning oldimizga tashlash kerak. Ma'qulni ayaga ishlatdik, ani ayaga qildik. Mana biz mustaqillik qilyapmiz yoki undaq qilyapmiz, mundaq qilyapmiz deb. Bular aldaydi. Shuningga bunda pul berayotgan odamlar o'zinglarni bilinglar. Ma'voylar Kanadada ya u yerda bu yerda bir nechasi valaqshib ketdi topda. Ya gaping bo'lsa, men oldimga chiqib qol, tushundingmi? Öküne Dalyar Musabayevmi deb o'tib ketdi. Bir narsani bir odam qaytib so'zlab olsa, uning qarshisiga chiqib tushuntirish yoki uning radiya bergan odam bo'lmasa, bu deganlik rost degan gap. Demak, meningki so'zlayotganlarim yoki hamma narsa rost. Ba'zi bir xalqlarni bildi, ammo bularningki qanchalik daraja iflosligini bilib, bular ashunda bir bu qurultayning chuchcha qarindoshlar ko'zni ochgan, nima uchun yoki biza aqlli odamlarni kirgizmaydi. Sapqi bularning ichidagi buzoq, fashivoz o'qimagan, safasiz, podaqchi, shunday nimalar bor. Buning ichida qaysi birisi o'qigansizlar deb tekinglar. Qaysi birisi o'qigan? Eliqi nasadimi bir olim chiqdi. Ozodlik deyli deb. Ashuningmi yo'g'on diplom bilan, yo'g'on nasa qolib qo'ygan bilan, shu o'zininki bir iliq amaliy bir nimasi yo'q. Bir maydoni yo'q. Ashunimi o'kinmayliqi hidoylar ekranda dilyar sizab sxemalar qilib ko'rsatib qo'ydi. Qarindoshlar, biz xalqlik payti turyapmiz. Ma xoyillar qutirab ketyapti. Shuningga hammamiz haq tarafda turishimiz kerak. Qarindoshlar, qurultaydikilar gaping bo'lsa, men oldimga chiqish san haqning ko'g'o qarab, moshto poqingni men degan mishanki bir odamni yig'ib charan qilib aytgan men dedim-ku, to'lqin aysam yugishib kirdi, Zubayrami kirdi, yana birisimi kirdi, Ami kirdi, Muami kirdi, meyarikilar xotini Taylandga berib, ancha-anchaliklar bilan ko'rishib, uningki vatanga kirgan va bizning xotinimi kirdi. O odam pürünüp kirib ketdi. Meningki qo'limda dalil isbotlarim to'liq. Buni men dedim-ku, mishadagi Nijat To'g'indagi akamizmi obdan biladi bu narsalarni. Beshidan oxir nima bo'layotganini. Shu qarindoshlar. Shuningga qurultaydikilar nishoningni o'zgart, munofiqlikdan qayt. Iliq Xitoylar bilan hamkorlikga ishlarni tashla. Sen baribir tashlamaysan. Nuri Tulkarning uchun Avstraliyaga borsa, iliq Ahmadjon Qosimning navrisining Xitoyga tekkan. Ashning uylariga tushadigandan, achariq Xitoylar bilan yeb ichishib qiladigandan, munosabat qiladigandan bilimiz bizning hammishda xabarimiz bor. Bizningki dunyoning hamma yeri do'stlarimiz bor. Burunqidek mana tashlab o'tirgan ish yo'q. Hammani kuzatib turadigan insonlar bor. San haqninki qo'ling degan michdi qon bilan bo'ylab ketdi. San haqni bir ona tug'magan, san haq to'shqining qarinidan tushgan go'ylar san haq. Adam bo'lmaydigan milliy munofiqlar. Anadaki mush dunyo uyg'ur qurultayga agishib chapan kashlik qilayotgandan hammaning bor, hamma munofiq. Hamma bilib turib ashaq qilsa. Ya bo'lmasa, uch turlik insonlar bor. Birisi Erkin Sidiqdek, yana bir nimdek Xitoy o'qitgan, asra Xitoyning shafoatini ko'rgan ziyolilar. Bularni Xitoy yaxshi deb turib oldi. Yana birisi bo'lsa, shu O'rta Osiyo tijorat qilib, shu vatanda oilalar vayron bo'lib ketib, anadaki shu qazdan qutulish uchun Yevropaga qochib ketib, aram jinini boqqan. Bunda bicharalarmi bor. Uningdagi maxsus hukumat tarbiyalab chiqarganlar bor. Shuningga bizning da'vo ilgari bosmaydi. Shuningga bizningki da'voning ichidagi ishlar bizningki ko'nglimizdagidek bo'lmaydi. Biz ashta qolib ketamiz tashlanib.
taşlandık bir millet bo'lib ketdik qarindoshlar. Shuningga har doim o'zimizningki ishiga o'zimiz ega bo'lmasak, boshqa odam hech kim qilmaydi. Va uni bola yig'lamasa ona sanmabdi deb biz chiqib bir narsa demasak, bizga hech kim unday qilmaydi qarindoshlar. Shuningga bani dunyo Uyg'ur qurultaydigilarni ko'rish, qolganlarni ko'rayotganlarni bor, shuningga kallamizni ochayli. Qarindoshlar rahmat amsa. Ja. Vad säger du? Ja, jag vill ha som behövs hjälpa från svenska regeringen. Från svenska regeringen sätta press. Du vet, som, Vad jobbar dina föräldrar med? min pappa jobbar i post, min mamma jobbar i transport. Har du syskon? Ja, större syskon är hemmen. Hon är redan fri. Hon är redan fri. Jag är nästan börjat investera som en person i 3 månader. Vadå, du har? Bara nästan 3 månader jag stannar här varje dag. Mm. Men vad ska svenska regeringen göra? Jag Bara protestera? Eller? jag träffade utrikesminister som de har tagit mina föräldrar personnummer och bilder, men till just nu ingen svar eller ingen beslut. Vet du var de sitter någonstans? De sitter i fängelsen i kinesiska. Var någonstans? Mina hemland är Gulja, Östturkestan. Okej.
tack så jättemycket. Okej. Tack. Lycka till. Tack. Hej. Ja. Nej, jag förstår inte. Jag vet inte.